Bugun sizlar bilan Sergeli O'zgarishda joylashgan Shohjon mehmonxonasi haqida gaplashamiz. Mehmonxonamizda sizdan talab qilinadigan hujjatlarimiz pasport yoki haydovchilik guvohnomasi. Shohjon mehmonxonamizda 35 ta xona mavjud bo'lib, narxi atiga 250 mingdan 400 ming so'mgacha. Shohjon mehmonxonamizda shunaqa oilaviy xonalarimiz mavjud bo'lib, narxi atiga 350 ming so'mdan. Shohjon mehmonxonamizda shunaqa romantikani sevuvchi mijozlarimiz uchun maxsus xonamiz mavjud bo'lib, narxi atiga 400 ming so'mdan. Yujniy vokzaldan kelganda Sergeli Betonka mostiga yetmasdan shundoqqina dilxush birada joylashgan. Agar siz adresga tushunmagan bo'lsangiz, opisaniyadagi raqamlarga Telegram orqali lokatsiya so'zini yozib qoldirsanglar, lokatsiya tashlab berishadi.